Tasavvur qiling, siz bir shisha, vino, xarita va ko'rpa bilan o'tiribsiz. Va ikkinchi jahon urushini boshqarishga qaror qildingiz. Bema'nilik, to'g'rimi? Ha, bu haqiqatdan ham bema'nilikka o'xshaydi. Lekin bir yigit uchun bu bema'nilik haqiqatga aylandi. Ikkinchi jahon urushi davrida 3 yil bitta odam har kuni natsistlarni chalg'itib kelgan. U ularga haqiqatni ham, yolg'onni ham shunday aralashtirib berardiki, oxir oqibat ular nima rost-u, nima yolg'onligini ajrata olmay qolishgan. Bugungi sonda siz qanday qilib Barselonadagi tovuq fermasidan chiqqan odam Gitlerni aldashni eplay olgani, u 3 yil davomida josuslardan iborat yolg'on tarmoq orqali qancha pul ishlab topgani va ikkinchi jahon urushi qanday qilib bitta odamning ta'sirida yakunlangani haqida bilib olasiz. Bu xuddi shunday kanali va biz boshladik. Bema'ni behayo narsa ko'rishni kamaytir. Xuddi shunday. Atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday. Vaqtini zoya ketkazmay to'xta. Xuddi shunday. Top million ma'lumotlar. Xuddi shunday. Ispaniyada 20-asr boshlarida fuqarolar urushi boshlanadi. Respublikachilar millatchilarga qarshi kurashmoqda. Juan Pujol Garcia ismli Barselonada yashovchi oddiy bir yigit bor edi. U tovuq fermasi egasi, faqat o'z hayotini tinchgina yashashni xohlaydigan oddiy bir odam bo'lgan. Lekin urush boshlanishi uchun hech kimdan ruxsat so'ramaydi. Urush boshlangandan so'ng uning fermasini tortib olishadi. Onasi va singlisini o'g'irlab ketishadi. O'zini esa majburan qurol olib, urushga kirishga majbur qilishadi. U ikkala tomonning ham keskin qarashlarini ko'radi. O'sha paytlardagi xotiralariga ko'ra, u urushdan nafratlanardi, qaysi tomondan bo'lishidan qat'iy nazar. Shundan so'ng ikkinchi jahon urushi boshlanadi. Bu odam natsistlarni to'xtatishga qaror qiladi. Qahramon bo'lgani uchun emas, balki fanatizm nimalarga olib kelishini o'z ko'zi bilan ko'rgani uchun. U Madriddagi Britaniya elchixonasiga borib, meni josus sifatida oling. Men nemislarga qarshi ishlayman deb taklif bildiradi. Britaniyaliklar esa uni jiddiy qabul qilishmaydi va rad etishadi. Shunda Pujol o'ylab juda aqlli bir xulosaga keladi. Agar britaniyaliklar menga ishonmasa, balki nemislar ishonar. U Germaniya elchixonasiga boradi, oddiy gaplar orqali uni jiddiy qabul qilmasliklarini tushunib, yolg'on ishlatishga majbur bo'ladi. U o'zini ashaddiy natsizm tarafdori, Ispaniya hukumati bilan aloqasi bor, tanish-bilishlari ko'p odam sifatida ko'rsatadi. Va u rolni shunchalik ishonchli o'ynaydiki, nemislar uni ishga olishadi. Chunki urush boshida Germaniyada katta muammo bo'lgan. Britaniyada deyarli josuslik tarmog'i yo'q edi. Ularga har qanday ko'z va quloq asqotishi aniq. Nemislar unga shifrlash kitobi, ko'rinmas siyoh 3000 funt pul berib, Londonga borib ishlashni buyurishadi. Ammo Pujol Londonga emas, balki Portugaliyaga ketadi. U yerda kvartira ijaraga olib, kitob do'koniga kiradi. U yerda Britaniya xaritasi va sayyohlik qo'llanmasini sotib oladi va josuslik faoliyati haqida hisobot yozishni boshlaydi. Tasavvur qiling, u Lisabonda o'tirib, xaritaga qarab, hammasini o'ylab topadi. Go'yoki u Britaniyadagi Windermere ko'lida harbiy mashg'ulotlarni kuzatganini, janubiy-g'arbiy portlardan chiqayotgan kemalarni ko'rganini, London markazidagi kafelarda ham bo'lganini yozadi. Odamlar oziq-ovqat yetishmovchiligi haqida gaplashayotganini, ob-havoni, kayfiyatni, hatto mish-mishlarni ham qo'shadi. U hatto mayda detallarni ham yozadi. Shamollab qolgani uchun uyda qolganini ham aytadi. Va aynan shu detallar tufayli nemislar unga ishonishni boshlaydi. Chunki bunday mayda, keraksiz detallarni hech kim o'ylab topmaydi deb o'ylashadi. Shunday qilib ular unga pul yubora boshlaydi. Avval 300 funt, keyin esa oyiga 500 funtgacha. U o'sha paytda 600-650 dollar qiymatda edi. Lekin eng aqlli tomoni, u o'zini yolg'iz ko'rsatmaydi. U natsistlar Germaniyasiga go'yoki boshqa agentlarni yollayotganini yozadi, ammo bu agentlarning hammasi uydirma edi. U o'ylab topgan guruh Liverpoolda yashovchi shvetsar nemis biznesmen, Glasgowda o'qiydigan
bo'lgan venesuelalik talaba Uelsda yashovchi portugaliyalik xat tashuvchi uchuvchidan iborat edi. Ularning har birining alohida hayoti, oilasi, odatlari bor edi. Bu xol shunchaki ism o'ylab topmaydi. U to'liq shaxslar yaratadi. Lissabonda o'tirib, u o'zi o'ylab topgan tarmoqning ish berayotganini tushunadi. Lekin u hali bu qanchalik katta natijaga olib kelishini bilmas edi. 1942-yil mart oyida u 28-mart kuni Liverpuldan 18 ta kemadan iborat qo'shin Italiyaga yo'l olayotganini aytadi. O'sha payt Italiya Germaniya bilan jang qilayotgan edi, ammo bu ma'lumot aslida uydirma bo'lgan, lekin g'alati tasodif bilan aynan o'sha kunlarda haqiqiy flot ham Liverpuldan chiqadi. Bu xabarni Britaniya razvedkasi ilg'ab qoladi va panika boshlanadi. Razvedka tarmog'ida kimdir ichkaridan ma'lumot o'g'irlayapti degan shubha paydo bo'ladi. Qidiruv boshlandi. Butun Britaniya tekshiriladi, lekin hech narsa topilmasdi. Chunki aslida qidiradigan narsaning o'zi yo'q bo'lgan. Hammasi Lissabonda o'tirib vino ichayotgan bir ispan yigitning tasavvurida mavjud edi. Ammo oradan vaqt o'tib, bir britaniyalik ofitser nemislardan qo'lga tushirilgan xatni diqqat bilan o'qib chiqadi va undagi bir jumlaga e'tibor beradi. Glasgowda odamlar 1 litr vino uchun hamma narsaga tayyor. Bu oddiy gapdek tuyuladi, lekin aynan shu yerda xato yashiringan edi. Ziyrak ofitser sezadi, bu gapni yozgan odam Britaniyani yaxshi bilmaydi. Chunki Buyuk Britaniyada odatda metrik tizim emas, boshqa o'lchov birliklari ishlatiladi. Bundan tashqari, Glasgow kabi joylarda vino emas, asosan viski mashhur ichimlik hisoblanadi. Ya'ni bu mayda, deyarli ahamiyatsizdek ko'ringan detallar aslida juda muhim signal bo'lgan. Ular shuni ko'rsatardiki, xatni yozgan odam voqealarni haqiqiy kuzatmagan, balki o'ylab topgan. Shu orqali Britaniya razvedkasi bir narsani tushunib yetadi. Kimdir nemislarni ataylab yolg'on ma'lumot bilan chalg'ityapti. Eng qizig'i, nemislar bu ma'lumotlarga ishonib, hatto mavjud bo'lmagan dengiz qo'shinlarini qidirishga ham resurs sarflayotgan edi. Britaniyaliklar bu holatni tushunib yetgach, bitta xulosaga kelishadi. Bu oddiy odam emas. U juda aqlli o'yin o'ynayapti. Uni o'z tomonlariga olish kerak edi. Qidiruv boshlanadi va ular Garsiani Lissabondan topishadi. Qo'lida oddiy xarita va sayyohlik qo'llanmasi bilan. 1942-yil aprel oyida u nihoyat Londonga olib kelinadi. Shu yerda unga Garbo degan kod nomi beriladi. Bu nom unga aktrisa Greta Garbo sharafiga beriladi, chunki u mukammal tarzda rol o'ynay olgani uchun. Shundan keyin uning haqiqiy faoliyati boshlanadi. U ikki tomonlama agentga aylanadi va maxfiy harbiy ma'lumotlarga kirish imkoniyatiga ham ega bo'ladi. Ammo u bu ma'lumotlarni bevosita uzatmaydi. Aksincha, ularni mohirona qayta ishlab, murakkab aldamchilik tizimiga aylantiradi. Bu yerda asosiy usul juda oddiy, lekin kuchli edi. Uning fikrlashiga ko'ra eng ishonchli yolg'on bu deyarli to'liq haqiqatdan tuzilgan yolg'on. U real faktlar va detallarni ishlatadi, lekin eng muhimi hal qiluvchi qismini o'zgartiradi. Natijada umumiy rasm ishonchli bo'lib ko'rinadi, ammo xulosa butunlay noto'g'ri bo'lib chiqaveradi. Shu tarzda u nafaqat ma'lumot uzatadi, balki qaror qabul qilayotgan tomonning fikrlashini ham boshqaradi. Bu esa uning faoliyatini oddiy josuslikdan ancha yuqori darajaga olib chiqadi. Nemislar unga oyiga $80,000 atrofida pul to'lashardi. Bu bugungi kun qiymatiga hisoblanganda, u esa shunchaki ularni aldab yurgan. 1942-yil kuzida Germaniyaga qarshi ittifoqchi qo'shinlar Shimoliy Afrikaga hujumga tayyorlayotgan edi. Rejaga ko'ra 8-noyabr kuni katta qo'shin qirg'oqqa tushishi va bu hujum mutlaqo kutilmagan bo'lishi kerak edi. Shu paytda Garbo o'zining eng muhim vazifasini bajarishga kirishadi. U hech qachon hujum qayerda bo'lishini to'g'ridan to'g'ri aytmaydi. Aksincha, u bilvosita yo'l tutadi. Boshqa yo'nalishni ko'rsatib, nemislarni noto'g'ri xulosaga olib keladi. Uning agentlari orqali yuborilgan xabarlarda tog'li hududlarda mashg'ulotlar bo'layotgani, Shotlandiyada joylashgan qo'shinlar Norvegiyaga yaqin ekani kabi detallar tilga olinadi.
U Norvegiyani ochiq aytmaydi, lekin shunday manzara yaratadiki, nemislar asosiy hujum aynan o'sha tomonda bo'ladi deb o'ylay boshlaydi. Natijada dushman o'z kuchlarini noto'g'ri yo'nalishga safarbar qiladi. Shu bilan birga Garbo yana bir muhim usuldan foydalanadi. U haqiqiy ma'lumotni ham uzatadi, lekin uni kechiktirib yetkazadi. Masalan, 1-noyabr kuni u Shimoliy Afrikadagi hujum haqida aniq va to'g'ri ma'lumot yozadi. Biroq xatni faqat 7-noyabrda yuboradi. Natijada xabar 9-noyabrda yetib boradi, hujum esa 8-noyabrda allaqachon amalga oshirilgan bo'ladi. Shu tarzda u bir vaqtning o'zida ikkita natijaga erishadi. Bir tomondan bergan ma'lumoti haqiqat bo'lgani uchun unga bo'lgan ishonch yanada ortadi. Ikkinchi tomondan esa bu ma'lumot kech yetib borgani sababli amalda foyda bermaydi. Bu usul uning asosiy kuchi edi. Uni faqat yolg'on gapirar, balki haqiqatni ham shunday boshqarardiki, u dushman uchun kech va samarasiz bo'lib qolardi. Natsistlar asta-sekin shunday xulosaga kelishadi. Agar Garbo bo'lsa, boshqa josuslarning keragi yo'q. Shu tariqa Garsiya Londondagi eng ishonchli yagona manbaga aylanadi. Vaqt o'tishi bilan u yaratgan josuslar tarmog'i kengayib boradi. O'nlab agentlar, ularning tarjimai holi, oilasi, odatlari mavjud edi. Ammo ularning barchasi aslida uning tasavvur mahsuli bo'lgan. Shunga qaramay, nemislar bu tizimga to'liq ishonib, unga katta miqdorda pul to'lab borishadi. Bu paytga kelib, u radio orqali Morze alifbosida ishlay boshlaydi. Bu esa ma'lumotlarni tezroq yetkazish va yanada ishonchliroq ko'rsatish imkonini beradi. Nemislar uni Britaniyadagi eng muhim manba deb bilishadi va har bir xabariga ishonishadi. Oradan vaqt o'tib, eng muhim burilish yuz beradi. Britaniya razvedkasi Berlindagi diplomatik suhbatni qo'lga kiritadi. Va unda Adolf Gitler aynan Garbo uzoq vaqt davomida singdirib kelgan fikrni takrorlagan edi. Gitlerning taxminiga ko'ra, ittifoqchilarning birinchi hujumi chalg'ituvchi bo'ladi. Asosiy zarba esa keyinroq boshqa joyda beriladi. Shu yerda aniq bo'ladiki, Garbo faqat yolg'on tarqatmayapti. U dushman qarorlariga ham bevosita ta'sir o'tkazmoqda. 1944-yil bahorida hal qiluvchi operatsiya yaqinlashadi. Normandiyaga qarshi yurish. Agar nemislar barcha kuchlarini shu hududga to'plasa, bu unga qarshi kurashayotgan kuchlarni katta yo'qotishlarga olib kelishi mumkin edi. Shuning uchun Garboning asosiy vazifasi natsistlar armiyasini boshqa yo'nalishga chalg'itish bo'lgan. U yana o'zining agentlari orqali turli ma'lumotlar yuboradi. Janubiy sharqqa harbiy harakatlar kuchaygani, qo'shinlar va texnika o'sha tomonga yo'naltirilayotgani haqida xabarlar beradi. U aniq manzilni aytmaydi, lekin shunday umumiy manzara yaratadiki, nemislar asosiy hujum boshqa joyda bo'ladi degan xulosaga kelishadi. Garbo yaxshi tushunardi. Faqat gap bilan ishonch hosil qilib bo'lmaydi. Buni isbotlaydigan belgilar ham kerak. Shu sababli britaniyaliklar keng ko'lamli aldov operatsiyasini amalga oshirishadi. Soxta aerodromlar quriladi, yog'och samolyotlar, shirladigan tanklar joylashtiriladi, radio orqali soxta harbiy aloqa ham tashkil qilinadi. Bularning barchasi havodan kuzatilganda haqiqiydek ko'rinishi uchun qilingan edi. Natijada yolg'on va haqiqat aralashgan bu tizim dushmanni to'liq chalg'itishga xizmat qiladi va bu oddiy josuslik emas, balki strategik darajadagi axborot boshqaruvi bo'lgan. 1944-yil 6-iyun kuni ertalab soat 6:30 atrofida ittifoqchilar Normandiyaga tushishni boshlaydi. Bu urushdagi eng muhim hujumlardan biri bo'lgan. Nemislar hujum bo'lishini umuman kutmagan emasdi, lekin aynan shu hududda ularning kuchi kutilganidan 3 baravar kam edi. Sababi, asosiy qo'shinlar hali ham Kale tomonda turardi. O'sha kun jang juda qonli kechdi. Normandiyaga tushish oson bo'lmadi. Shunga qaramay, ittifoqchilar qirg'oqda mustahkam o'rnashib, o'zlariga tayanch hudud yaratishga muvaffaq bo'lishdi. Bunday vaziyatda nemislar darhol qo'shimcha qo'shinlarni Normandiyaga yuborishi kerak edi. Axir Kale bilan Normandiya orasidagi masofa atigi 150 kilometr bo'lgan. Lekin aynan shu yerda Garboning aldovi ish beradi. U nemislarni hali ham bitta fikrga ishontirib turardi. Normandiyadagi hujum bu asosiy zarba emas, bu faqat chalg'ituvchi hujum. Haqiqiy katta hujum esa boshqa joyda bo'ladi. Nemislar shu yolg'onga ishonishda davom etadi. Ular 1 hafta kutadi, 2 hafta, oradan 3 hafta o'tadi. Lekin shu vaqt ichida ham ular asosiy kuchlarini Kale hududida ushlab turadi.
Ya'ni natsistlar eng kerakli paytda noto'g'ri joyni himoya qilishda davom etardi. Aynan mana shu xato ittifoqchilarga katta imkoniyat berdi. 6 hafta davomida ular Normandiya orqali 100 minglab askarlarni, minglab tanklarni va ulkan miqdordagi o'q-dorilarni olib o'tishga muvaffaq bo'ladi. Keyin ular mudofaani yorib chiqib, Normandiyadan tashqariga chiqadi va Fransiyani ozod qilishni boshlaydi. Bu yerda eng muhim narsa shundaki, bularning barchasi faqat qurol yoki qo'shin soni bilan emas, balki axborot urushi bilan ham hal qilingan edi. Shuningdek, bularning barchasi bitta odam tufayli bo'lgan. U nemislarni doim noto'g'ri tomonga qarashga majbur qilardi. Har bir xat, har bir detal, har bir yolg'on va haqiqat bularning barchasi Gitler qo'shinlari oldiga ko'rinmas devor qurdi. Ular Kale tomon qarab turishdi, zarba esa Normandiyadan keldi. Shu bilan urush tugadi, Germaniya taslim bo'ldi. Urush oxiriga yaqin juda bir g'alati holat yuz beradi. Gitler o'z joniga qasd qilishidan bir oy oldin Garbo aslida nemislarni aldayotgan bo'lsa ham, ular tomonidan eng yuqori mukofotlardan biri Temir Xoj ordeni bilan taqdirlanadi. Nemislar oxirigacha uni o'zlarining eng ishonchli odami deb bilishadi. Shu bilan birga Britaniya ham uni o'z xizmatlari uchun mukofotlaydi. Natijada u tarixda juda bir noyob holatga aylanadi. Bir urushda ikki qarama-qarshi tomondan mukofotlangan yagona odam bo'lib qoladi. Adolf Gitler ham, Winston Churchill ham aynan bir odamni mukofotlagan va har biri uni o'z tomonida deb o'ylar edi. Ammo urush tugagach u uchun xavf boshlanadi. Ko'plab natsistlar Yevropadan qochib, boshqa davlatlarda yashirinib qolgan edi. Agar ular Garbo aslida ikki tomonlama agent bo'lganini bilib qolishsa, undan qasos olishlari hech gap emas. Shu sababli u yana bir hiyla ishlatadi. Ya'ni o'z o'limini sahnalashtiradi. U malariyadan vafot etgan degan yolg'on xabar tarqatiladi, keyin esa Venesuelaga ko'chib, boshqa ism bilan yashay boshlaydi va butunlay ko'zdan g'oyib bo'ladi. Shu tariqa urush taqdiriga ta'sir qilgan odam qariyb 40 yil davomida oddiy yashirin hayot kechiradi. Uning hikoyasi uzoq vaqt sir bo'lib qoladi. Faqat 1984-yilda bu sir yana ochila boshlaydi. Londonda tarixchi va yozuvchi Nigel West Ikkinchi jahon urushi razvedkasi haqida kitob ustida ishlayotgan paytda Garbo haqida bir kichik eslatmaga duch keladi. U hujjatlarni o'qiydi, qayta tekshiradi va asta-sekin bitta narsani tushunib yetadi. Bu oddiy hikoya emas, balki juda katta va yashirin operatsiya bo'lgan. Bu aqlni hayratga soladigan darajadagi voqea edi. Hujjatlarda Garcia 1949-yilda vafot etgan deb yozilgan edi, ammo Nigel West bu ma'lumotga shubha bilan qaraydi va uni tekshirishga qaror qiladi. U Barselonaga borib, telefon va ma'lumotnoma orqali Juan Garcia ismli odamlarni birma-bir qidirishni boshlaydi. O'nlab qo'ng'iroqlardan keyin u kutilmagan javobga duch keladi. Kimdir o'zini Puxolning jiyani deb tanishtiradi. Suhbat davomida u eng muhim haqiqatni aytadi. Puxol aslida tirik va Venesuelada yashayotgan edi. Shundan keyin ular yozishda boshlaydi. Puxol ehtiyotkorlik bilan javob beradi. Uning har bir harakatida uzoq yillar davomida yashirin hayot kechirgan odamning ehtiyotkorligi sezilib turardi. Ammo West uni ishontiradi. Uning hikoyasi yashirin qolmasligi, odamlar bu haqda bilishi kerak edi. Oxir-oqibat Puxol rozi bo'ladi. Oradan 40 yil o'tib u yana Yevropaga qaytadi, Normandiyaga boradi va qirg'oq bo'ylab yuradi. Qabristondagi minglab oq xochlarni ko'radi, lekin u bu yerda yotganlar haqida emas, balki tirik qolganlar haqida o'ylaydi. Aynan o'sha odamlar uning harakatlari tufayli yashab qolgan edi. Shu sababli bu voqeaning xulosasi oddiy. Har qanday ma'lumotga ko'r-ko'rona ishonib ketavermaslik kerak. Ayniqsa kimdir bunga shubha qilish mumkin emas deganida aynan o'sha paytda savol berish kerak bo'ladi. Ammo ayni shu yolg'on Gitler qo'shinlarini yengishga ham yordam bergan edi. Har doimgidek xulosa o'zingizdan. Hey stop, keyingi kadr, motor kamera. Bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi hammeram. Faqat qiziqarli fakt, foydali kontent kuzatar bizani pensioner yoki student. Xuddi shunday tarzda davom etadi kanal. Xuddi shunaqasi bitta o'xshashi esa navam. Hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna, like va komment ayamagin so'ra.